Assalomu alaykum. To'pol va radiatorlarimiz bitdi. Xonalarimiz 20 kvadratli xonamiz. Radiatorlar o'rnashtirilgan. 120 ga 50 dan 2 ta. 6 qator tubli pol tashib berganmiz oyoqni tagiga. Iliq qilib turishligi uchun polni tagini zaharni ketkazish uchun. Bu xonamiz ham bitgan. Faqat oyoqni tagi bo'lgan xonamiz. O'rtadan bekilib hammomga ajratilgan. Radiatorlar o'rnashtirilgan, turbalar tortilgan. Nasib tomonni montajlanib qoldi. Mana boshxonamiz. Boshxonamizga tubli pollari bo'lgan, kollektorlar o'rnashtirilib boshqa xonalarga radiatorlar o'tib ketgan.